Sizlar bilan bugun xuddi shunaqa o'yinchoqcha to'qishni o'rganamiz. Mana bu shapkachasi. Xuddi shunaqa o'yinchoq to'qishni o'rganamiz. Mana ikkala ko'zni qo'yib o'rnatib oldim. Orasi o'rtacha 10 tacha petla tashiymiz va ko'zlarni o'rnatamiz. Endi ichiga sintifon solib chiqamiz. Qancha zich bo'lsa, sintifon, ya'ni zich qilib ko'pgina solsalaring, shuncha peshni turadi va o'yinchog'imiz chiroyli chiqadi. Shunaqa qilib solib chiqamiz. Va keyingi qatorimizda 3 ta to'qiymiz, qisqartiramiz, 3 ta to'qib qisqartiramiz. Shunda jami 24 ta plyusimiz qoladi. Mana xuddi shunaqa qilib mana 3 ta to'qidim. Qisqartiraman. 3 ta to'qib yana qisqartiraman. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha mana shu joyigacha to'qib kelamiz. Mana to'qib keldim. Endi keyingi qatorida mana oxirigacha to'qib keldim. Endi 2 ta to'qiymiz, qisqartiramiz, 2 ta to'qib qisqartiramiz. Shunda jami 18 ta plyusimiz qoladi. Mana 2 ta to'qib oldim hozir. Belgilash esinglardan chiqmasin. Va qisqartiramiz. 2 ta to'qib yana qisqartiramiz. Mana bu joyigacha to'qib, shunaqa qilib 2 ta to'qib qisqartirib kelamiz. Mana endi to'qib qisqartirib kelib oldim. Endi bizga qizil ipimiz kerak bo'ladi. Mana endi qizilda to'qishimizni polностью yozib qo'ydim. Ya'ni 12 ta petlamiz bor edi. Hozir endi bitta to'qib ko'paytirib, jami 24 ta petlamiz bo'lishi kerak. Bitta to'qiymiz, ko'paytiramiz, bitta to'qib ko'paytiramiz.
Shunda jami 24 ta petla bo'ladi. Keyingi qatorimizda ikkita to'qiymiz, ko'paytiramiz. Ikkita to'qib ko'paytiramiz. Ins degani ko'paytirish degani. Shunda jami 30 ta petlamiz bo'ladi. 26 va 31 qatorlarda bo'lsa, ko'paytirmasdan shunday 30 tani round aylantirib to'qib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Bu ya'ni o'yinchog'imizni pastki qismi, qorin qismi. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qiymiz. O'yinchoqda qancha qattiq to'qisanglar, shuncha chiroyli chiqadi. oxirida 6 ta qolguncha qisqartirib keldik. Endi 6 tani o'zini xuddi shunaqa qilib bir-biridan kirgizib tugatamiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yog'i juda ham oson.
qanaqa qilib to'qilishini yozib qo'ydim. Xuddi shunaqa qilib to'qib olamiz. Mana bu qismi bitdi. Endi qo'l qismini to'qiymiz. Buning uchun yana o'zimizni o'sha ipimizni olamiz. To'qigan ipimizni xohlasalar oppoqdan to'qishingiz mumkin. Birinchi 6 ta plus olamiz. 6 ta plus oldim. Endi birlashtiraman. Birlashtirganimizdan keyin har biriga ikkitadan qilib ko'paytirib to'qib chiqamiz. Belgilab olish eslangdan chiqmasin. O'yinchoq to'qishda eng asosiysi sanoqda adashmaslik. Har biriga ikkitadan qilib 12 ta qilib to'qib chiqamiz. Qo'l qismi juda ham oson va tez bitadi. Mana 12 ta bo'ldi. Plyusimiz. Endi ulab olamiz. Va endi 3 va 4 qatorlarini 12 ta qilib to'qib chiqamiz. Ya'ni ko'paytirmaymiz hech qanaqa. Prosta 3 va 4 qatorlarini aylantirib 12 ta qilib to'qib chiqamiz. Siz ham ozginagina ipdan xuddi shunaqa narsa to'qishingiz mumkin. Ko'p ip ketmaydi, lekin chiroyli chiqadi. Uni xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz. Ko'pchilik yozibdi, ba'zi joylarda ovoz umuman eshitilmay qolgan deb. To'qayotganimda uncha ko'p gapirishni yoqtirmayman. Aniq qisqa qilib tushuntirib berishni yaxshi ko'raman. Ko'p video ko'rayotganimda ko'p joyda gapirgan bo'lsa ham o'zim ham yoqtirmayman. Shuning uchun asosiy joylarini tushunarli qilib to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman. Keyin aytdim, ovoz chiqmay qolgan bas, prosta u yerda gapirmay turganman dedim. Mana endi 5-qatorida 4 ta qisqartirishimiz kerak. Ikkitani bitta qilib, mana bitta to'qiymiz va qisqartiramiz. Bitta to'qib, jami bu qatorda aylanganimizda 4 ta qisqartirishimiz kerak. Shunda 8 ta nimamiz qoladi. Plyusimiz qoladi. 8 ta plyusimiz qoladi va 6 va 10-qatorgacha 4 qator, ya'ni 4 qator prosta 8 tani aylantirib to'qib chiqamiz. Plyusimiz 8 ta bo'ldi. Endi orasiga sintifon solib olishimiz kerak. Xuddi shunaqa qilib kurchogimiz orqasi bilan solib chiqamiz. Endi mana shu joyini belgilab olsak, ya'ni 4 qator to'qiganimizni bilamiz. Ko'paytirmaymiz, qisqartirmaymiz. 8 ta nimamizni, plyusimizni aylantirib to'qib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz.